Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün okuduğan dersimiz yanıla Kitabul Hicz. Bugünkü babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ayol kishi tavaful ifozninkini hech ko'rib qolganda qildi deydi. Tavaful ifoza deganimiz bu hajninki ruknlaridan bir rukn, ya'ni bir asos. Cho'qim haj qilgan odam Arfat'ta tug'andan keyin muhim qiladigan ishninki biri mush tavaful ifoza, ya'ni Baytullohni tavof qilish. Shunga buni tavaful ifoza deymiz. Ya'ni Muzdalifadan Arfatdan qaytgandan keyin qilish tegishli muhim tavof bo'lg'achqa buni tavaful ifoza deb qarab buningga atalib qo'yilgan. Bu hajninki cho'qim bir ruknisi. Bu o'rindalmaydi ekan, bu haj bo'lmaydi degan gap. Demak, Imom Buxoriyniki maqsadi bu jihatda mushu tavofni qilib bo'lganingizda haj ko'rib qolgan bo'lsa qanday qiladi deydi. Xo'sh, biz hadisning o'zidan ko'raylik. 328 nomerlik hadis. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Abdulloh ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiniki ustozlaridan bo'lib, Abdullah ibn Yusuf el-Kila'i, Ad-Dimishq el-Misri yoki At-Tinisi nomi bilan mashhur, o'zi nihoyatda mashhur ishonchli muhaddislarniki biri. Chunki bu odam Imom Malik rahmatullohi alayhidan Imom Malikniki Muvatta nomli kitobini rivoyat qilgan. 818-yili hijriyaniki, milodiya 833-yili dunyodan ketgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu kishi shomliq muhaddislarning ichida eng mazmut odam deb tasvirlagan. Demek bu İmam Buxoriyniki nihoyatda buyuk bahosiga erishgan. Bu odam nurg'un ulamolardan hadis rivoyat qilgan. Lays ibn Sa'id, Imom Malik rahmatullohi alayh qatorliq buyuklardan. Bu kishidan hadis rivoyat qilgan buyuklardan hozir so'zlanib turayotganga o'xshash Imom Buxoriy rahmatullohi alayh, Yahya ibn Ma'in, Imom Az-Zuhali, Abu Ishaq al-Juzjani qatorliq mashhur muhaddislar o'z davridagi bular hadis rivoyat qilgan. Demak, shogirdlarmi, ustozlarmi bir-biridan nihoyatda sarxil. Hamda ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida o'zi damishqlik odam bo'lib, kerak yo'q rostchil odam degan bo'lsa, ba'zan hadislar nihoyatda yaxshi ishonchli degandek ma'lumotlarni bergan. Demak, bu hadis ilmida bu odamga berilgan baho nihoyatda yaxshi baholar berilgan. Jumladan ishonchli, hofiz, puxta, mazmut degandek. Bu hadis ilmidagi nihoyatda nadir büyük baholar bu. Bu büyük alloma deydi, bizga Malik xabar bergan edi deydi. Imom Malik rahmatullohi alayhiniki tarjimali boshda biroz o'tgan. Shundaqmi qayta dars boshlash munosabati bilan ozroq eskarsak, Imom Malik rahmatullohi alayh Imom Darul Hijra nomi bilan mashhur. Hijriya 93-yili tug'ilib, Hijriya 179-yili o'lib ketgan. Undaqda bu 795-yilga to'g'ri keldi milodiya. O'zi mushu 4 mazhab olimlari ichidagi ikkinchi Imom Abu Hanifadan qolsa, ikkinchi eng danglik mazhab peshvosi sanaladi. Ham undaqda ham faqih, ham nihoyat danglik muhaddis, hadisshunos. O'ziniki ilmining mo'lligi, hifzining kuchliligi, o'zining taqvoligi, sabrchanligi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning odatdan tashqari hurmat qiladigan bu esl xislatlari bilan mashhur bo'lgan. Bu jihatda ham Imom Malik rahmatullohi alayhiniki tarixi yozilgan nadir asarlarga qaralsak, bu odamni texmi nihoyatda yaxshi tanib yetamiz. Bu odam hamda deydi Imom Malik rahmatullohi alayh Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm degan kishi rivoyat qilganda bu hadisni. Bu kishining ismi nihoyat uzun. Hijriya 65-yili tug'ilib, 135-yili dunyodan ketgan. Bu nihoyat danglik ishonchlik deb baho berilgan hadis ulamolarining biri. Ham shundaqla tabi'in, buyuk tabi'in. Chunki bu odam Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilgan. Ya'ni sahobadan hadis rivoyat qilgan. Uningdan boshqa dadasi nihoyat katta muhaddislardan bo'lsa kerak. Dadasidan hadis rivoyat qilgan bu odam. Bu odamdan hadis rivoyat qilgan dangliklar Imom Malik rahmatullohi alayh, mesela Imom Zuhri deganimiz Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Zuhri. Mushu buyuk allomalar hadis rivoyat qilgan bu kishidan. Hamda bu odam to'g'riliq masalan nurg'un ulamolar nihoyat yaxshi baholani bergan o'z davrida. Hatto Imom Malik rahmatullohi alayh bu nihoyat rostchil odam edi, hadislari ko'p edi degan bo'lsa, Ibn Sa'd degan zot bu odamning hadislarining ko'pligi, ishonchlikligi, ilmining nihoyat mo'lliq bilan, olimlik bilan mashhur degandek
bahani bergen bolsa İmam Ahmed ibn Hanbel bu adamniki hadisi şifadır dep mundaq degan. Demek dağınık ulamalar bu kişiye ayetde yaxşı, güzel bahalarını bergen dağınık büyüklerdir. Bu adam şundaqla hadis rivayet bilenle meşgul bolmasdan hatta Resulullah'ınki tercümalık münasebetlik, Peygamberimizdeki sahablık münasebetlik, Siren Nebeviyye münasebetlik nayet nurgun köpligen rivayetlerini bu adam rivayet kılgan. Keyinki şu sir hakkında mesela eser yazganlar asasen muş adamniki muş malumatlarga asaslangan. Bu büyük zat emdi özüň dadysi rivayet kılyotudy. Dadysynyň ismi Abu Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm. Hijriye 36-njy ýyl tugulup, Hijriye 120-njy ýyl ölüp ketken. Medine'ninki daňlyk emiri hem qazisi Umeyyalanyň daňlyk sultany Sulayman ibn Abdülmelik we Ömer ibn Abdülaziz qatarlyk büyüklerninki zamanysyda halife muşu halifeler devirde Medine'ge wali bolgan. Ensariler cemaatidin Ensarilarning Hazraj qabilesi bu adamniki kelip çıkışı. Ensarilardan Medine'ge vali bolgan adamlar nayet yok diyerlik. Fakat muş adam bolgan. Demek bu adamı bize tabirler qatarydın. Hesaplandı ve şundaqla işencelik hadis rivayet kıldıgan daňlyk katta muhaddislerden. Bu adam özünki dadysydan ve başka bir kısım daňlyk öz devirdeki muhaddislerden hadis rivayet kılgan. Bu adamdan oğlu İmam Evza'i qatarlyk büyükler Yahya ibn Sa'id el-Ensari qatarlyk daňlyk muhaddisler hadis rivayet kılgan. Özünki naýety ibadetni naýet köp kıladigan, täheccüdni taşlamaydigan bu isil hisleti ve adeti bilen meşhur bolgan. Hem özü naýety muruvvetlik, özü naýety kamil, hem undaqda hem riyazet hem jihatdan naýety ýetişken bir adam ekenligi görünüp durýardy. Hatta Yahya ibn Ma'in rahmetullahi aleyh bu adamny işençilik dep bahalagan. Demek hadis ulamalarının bergen bahasy bu adam üçin naýat ýaxşy. Hamda bu zat bu hadis Amra bint Abdurrahman diye ayoldan rivayet kılıyor. Bu ayolun tarihinde mi toxtunýa ders sözlep ötdik. Bu ayol bu hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söýümlik ayali Ayşe anamız rivayet kılganda. Bu Ayşe anamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şundaq diýen ekan: "Ya Resulallah, Safiye binti Huyey hayız görüp kaldı" dedi. Bu Safiye binti Huyey kim o diýen wagtda bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki naýety esil ayollarynınki biri. Resulullah'nınki 10-njy aýaly bolady. Bu ayolniki tege kelip çıkışı Yahudilardan. Yahudilarnınki şu Benu Nezir kabilesi hesaplandı. Cenab-ı Resulullah Hayber gazdıda bu ayolni şu bir kısım Yahudilar bilen esir ağa vaqtida bu ayolga toy teklif koygan. Toy teklif koyganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bolamsız yoki özüňizning dinida qalamsız. Eğer Müslüman bolsaňyz men sizni alay. Eğer özüňizning dinida Yahudi dinini qilib qalsaňyz sizni azatlıkka eriştirme, özüňizniki cemaatiňizning ailеңizge qoşulap şular bilen yaşaň dep Resulullah bu ayolga erkinlik bergen bu ýerde. Garaňlar Resulullah'nyň hısletinin güzelligini, ahlakının güzelligini. Bu ayol şu wagtda ya Resulallah ben uzundan beri İslam okuşundaki onum tatıp duratdy. Men sizni davam meni davet kılışdym burunma. Men sizni tasdiq kılgan. Misli näge batır men şu ýerge baray. Yahudi dinini kılışymyň hiç kandak bir aýyty ýok. Meň dadam ölüp ketdi, aklarym ýok. Meni emdi küfürle İslamny tanlaşyka koyla. Allah'ın Resulü maňa en söýümlik maňa. Men bu azatlyk erişkinimden, ailemge gaýtganymdan, küfürge gaýtganymdan men sizni tanladym diýen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şoňla bu aýalyny azat kılıp, bu aýalynki azatlykny toýluk hysablap bu aýalyny Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüki emrige nikahyga algan. Endi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir neçe aýalary bolgan diken, bu aýallar arasynda bir az gündeşlikler çoğun bolup durdy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu agyryp kalgan wagtda bu aýal naýatly bir hil gamlikkin halatda ya Resulallah bu sizge düşken bu dert, maňa düşken bolsa degende Resulullah'nınki aýallar etrapy turup bir-birine gaş etişganda aýda atqan gepini dep. Ya ýaxşy gulay dedim degende gepildi emdi. Peygamberimiz aýallarga derhal ağzını çakıp durun. Nimişqa depdi sizler bir şey bir-birine gaş etip
Yani g'ayvatini qilding demak. Buni degan gap rost degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, o'zi haqiqiy islom dinini yaxshi tushunib, musulmon bo'lgan buyuk ayollar qatori. Bu ayol shu nimaga tutishdi? Harun alayhissalatu vassalamniki jamiyatiga tutdi. Nima degan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ayollar bu ayolni ayblayotganda hamda degan Yahudiy degandek ba'zi bir gaplar bo'lsa kerak. Chunki Rasulullohniki bu ayollari hamda asosan Rasulullohniki urug' tuqqanlaridan-da, Quraysh qabilalaridan-da. Bir kuni Rasululloh bu ayolning qishig'iga kirsa, yig'lab o'tag'idakda, "Nima yig'laysiz?" deb so'rsa, "Sizningki ikki ayolingiz o'zini mendan ortiq nasab jihatda bundoq da'vatida. Hem sizning tog'laringizning qizi ekan, tuqqanlaringiz ekan, hem sizning ayolingiz ekan" degan. Chunki bu ayolni asosan rivoyatlarga ko'ra didak subtida olgan deyildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ayolga ko'ngilga tasalli berib, "Voy sizmi ularga bir javob bering a? Mening siz qandaqmi mendan yaxshi ustan, siz qanday mendanmi qanday so'yimlik yoki mendanmi qandaq nasibingiz yuqori bo'lsin. Mening dadam Harun alayhissalom tursa, tog'am Musa alayhissalom tursa, erim Muhammad alayhissalom tursa" deb mushtadang deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Demak bu ayolmi o'ziniki go'zalligi, fozil, oqil, o'zining axloqiy mijozining go'zalligi bilan mashhur. Bu ayolniki shu islom hadislariga qo'shgan tuhflardan 10 hadis rivoyat qilingan bu onamizdan. Hijriya 50-yili vafot bo'lgan. Yani bu ayolmi yani 670-yillarga to'g'ri keldi milodiyaniki. Baqiy qabristonligida qabrisi mavjud. Demak hamda Oysha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mushu Safiya to'g'riliq gap qilyotdi. Bu hech ko'rib qoldi deb. Demak Rasululloh ayollarni birga hajga ilib borganligi chiqib turadi-da bu yerda. Payg'ambarimiz debdi-da bu yerda. Shu sababdan biz to'xtab qolamdiq nima deb. Chunki u ayoli uni tashlab qo'yib ketgilolmaydi. Cho'qim hayzdan pok bo'lgan qadar saqlab tavofni qilib kelish kerak. Tavofni qilmay qaytib kelsa bu haj olmaydi. Payg'ambarimiz endi voy endi bu tavofdan burun bo'lib qolgan o'xshaydi deb biz endi turib qolamdiq nima? Sizlar bilan birga tavof qilmaganmi u dedi. Boshqalar javob berdi. Shundoq tavof qilgan biz bilan birga degan. Bo'ldi, men chiqing endi bo'ldi, chiqsin. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ayolniki shu birga tavof qilib bo'lganligini, tavofdan keyin bu haj ko'rib qolganligini bilgandan keyin hech qisi yo'q deb tavofli vidoni terkasi bo'ladi. Tavofli vido qilmaydi hajdar ayol. Tavofli vidoni tashlab bilan asli Madina qaytgan. Endi bu 329-nomerlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Mualla ibn Asad hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu zatmi o'z davridagi nihoyat donglik muhaddislarniki biri, o'z ishonchlik Mazmut degandek nomlar berilgan. Abul Haysam al-Basri kunyasi bilan mashhur. O'zi Basrniki donglik olimlarniki biri. Bu zatmi 218-yili hijriyaniki shu payt o'lib ketgan. Bu kishimi donglik muhaddislarda rivoyat qilgan. Bu kishiniki buyuk ustozlardan İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi va undan boshqa Imom Muslim, Tirmiziy, Nasai, Ibn Majah qatorliq donglik shu muhaddislar bu odam bilan bunda vositalik holatda hadis rivoyat qilgan. Demak, navri shogirdligiga to'g'ri kelgan ulamolarniki biri. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik, mazmut degandek nomlarni, o'zing yaxshi degandek nomlarni bergan. Demak, bu hadis ilmiga nihoyat büyük isil namlarga erishgan deyishga bo'ldi. Bu kishi deydi bizga Vahayb hadis so'zlab bergan edi deb. Hamda Vahayb kim o degan vaqtda Vahayb ibn Xolid ibn Ajlan Hijriya 107-yili tug'ilib, Hijriya 165-yili, ya'ni milodiya 781-yili o'lib ketgan donglik muhaddislarniki biri. Bu kishi Basrda yashagan zot. Endi bu tabiiy tabiinlar qatoridagi qatlamidagi, tabiiy tabiinlar qatlamidagi buyuklarniki biri. O'zining ishonchlik, hujjat xarakterlik ulamolardan birida. Chunki bu odam o'ziga yodlablam, shu yodlagan hadislarni o'zi yozib bu kishini aytdim, shu ko'p turma kirgan. Bu odamniki buyuk ustozlardan Ayyub as-Saxityani degan kishi tungi darsimizda o'tgan. Abu Vaqid al-Laysi deymiz, qatorliq buyuklar. Abdulloh ibn Tavus degan kishilar bu odamniki ustoz bo'ladi. Endi bu ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida hadislari nihoyat suzuk, ishonchlik, pokiz degandek bundoq nomlarni bergan. Asosan bu odamniki shu 6 mashhur hadis kitobi bor, islom dunyosida mashhur.
Mush kitaplarniki hemmisi degdek bu adamniki hadisleri var. Rivayet kılgan hadisleri var. Bu kişi bu hadisi Abdullah ibn Tavus degan kişi rivayet kılyaptı. Abdullah ibn Tavus bolsa Ebu Muhammed el-Yamani namı bilen Hicri 132 yıl ölüp ketken. Özümü şu kichik tabirler qatarındaki dağınık muhaddis. Arapçını şu öz zamanısına ait yaxşı biladigan, ahlakına ait güzel adam bu. Bu kişinin dadısı Tavus ibn Kaysan degan bu dağınlık aynı vaqtdaki katta alimlarniki biri. Bu dadısına ait köp okugan, dadısından köp hadis rivayet kılgan bu adam. Hem ulamalar bu zatga baha bergen vaqtidimi? Asasen bu şeycilik degan bahani bekrek köprek bergenken. Bu adam hem de bu hadisni dadısı rivayet kılyatıdı. Dadısı Tavus ibn Kaysan el-Yamani Hicri 106 yıl ölüp ketken. Özüne ait dağınık şu tabi'ler içindeki dağınık faqih. Yani Abdullah ibn Abbas'ınki en yakın şagirdlerinki, has şagirdlerinki biri. Öz turmuşuna ait gurgul ötken. Lekin cüretlik, kalbine ait güçlük. Çünkü öz zamanıdaki şu hakimiyetki meşhur şahslarga, halifelerge, valilerge nasihat kılışta ait uyan buyan qarab qalmaydigan, ko'ngli kilamki deb gap yo'shumaydigan bunda adam bu. Çünkü Ömer ibn Hattab'niki zamanında tug'ilganken bu adam Yemen'de kim şu Mekke Medine'lerde yaşap şu yerda ilim irfan bilan shug'ullangan. Çünkü bu adam Peygamber sallallohu alayhi vasallam'niki sahabelerden 50 men sahabe bilan uchrashdim deb shunaq degan. Hem shunaqla Ayşe anamiz, Zeyd ibn Sabit, Ebu Hurayra qatarlıq büyük sahabelardan hadis rivayet qilganligi tarix kitaplarda hatırlangan. Hem de bu adam asasen şu Abdullah ibn Abbas'ınki menheci bilen bekrek küçep şu uslubni bekrek ügengen. Çünkü bu Tavus Abdullah ibn Abbas'la devamlılık yakın turduğan en has adamlarınki biri. Şoňlaşqa Abdullah ibn Abbas'ta rivayet kılgan hadislerimi ve tefsirdeki sözlerimi ait köp. Çünkü özünün hepsinin ait, yadlaş kuvvetine ait güçlük. Hem de ulamalar bu kişi baha berge baktı da hatta Abdullah ibn Abbas cennet ehlinden dep uylayma dep şunaqta baha berge. Ustazi. Cennet ehli bu acayip büyük namcım ama bu. Ustazi Abdullah ibn Abbas bu hem de tercümanul Kur'an de peygamberimizin bazı erişken büyük sahabe o. Şu sahabe bu bahane berge bu adetlik baha emes ma. Hem şundakla İbn Hibban degan alim Yemen ehlinin en abidleri tabi'illarning en kattılardan dua kılsa duaları icabet bulduğan bunda salihlar qatardık adam dep bundaq bahalarını bergen. Hem bir yerde biz İbn Kesir rahmetullahi aleyh'ninki bahsilam okup öteylik. Qalan bahalını okumagan ahvalasıda. Meşhur büyük İslam allamlarının biri. İbadetni, zahitlikni, menfaatlik ilimni, yaxşı amelni özü mücessem kılgan dep ta'riflagan. İbn Kesir rahmetullahi aleyh. Bu mu nayet yutuk bir bahama. Bu büyük zat Hicri 106 yılı şu Mina'da şu hej kılıvatkan halette dünyadan ketken. Demek ahiretlik münayeti yaxşı bolgan kişilerniki biri. Bu zatniki büyük sözlerden özün oğlunu nasihat kılıp Abdullah ibn Tavus degan kişiga oğlum, canım balam, akıllık kişilerge hemrah bolgan. Eğer sen akıllık bolmasan mu adette şularga nispet berilse deydi. Yani akılla qatarıdan sanırsızlar. Hergiz nadan adam dostma, nadan hemrah bolma. Sen bu nadan sanılıp kalsa, eminet sen nadan bolmasan mı? Bilip koy balam, her kandak näsiniki bir ahırk bir çiki boludu. İnsanniki en ahırkı çiki aklının güzelliği dep sözü kaldıgan oğlanı sayt kılıp. Demek bu adam şu aklını asasen bir insanniki en güzel zineti degan bahane bergen. Demek bu şu zat özünki ustazi Abdullah ibn Abbas'tan rivayet kılıp heyzdar ayollar heyz kögen bolsa ulağa Mekke'den çıkışga ruhsat kıldı deydi. Tavaplı vida kılmay, hoş iş tavap kılmay, kayıtış ruhsat kılındı degen. Muş söz rivayet. Hem de 330. numaralık hadiste Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu deslepte. Yani özün birinci deslepki fikirlerde yok bu heyzlar ayol çokum o Mekke'den kayıtmaydı, çokum tavaplı vida kılış kerek dep qaragan. Ondan keyin deydi. Bu 330. numaralık bu hadiste
Yani bu sözün ahirini Tavus ibn Kaysan başlavatdı. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu deslivide yani başlık fikirde ayol kishi yani hayz ko'rib qolgan bo'lsa Mekkede tavaflı vidani qilmay turib qaytmaydi degan qarashni yoqlagan. Ondan keyin bu fikrdan yenib yo'q tavaflı vida qilmay qaysin bo'ladi deganlikni anglagan edim dedi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga ruxsat bergan ekan deb shundoq degan dedi. Demak, aslida Abdullah ibn Ömer fatvo bergan vaqtida mushu Baytullohni cho'qim hayzdar ayolmi tavofil vida xo'shlashish tavofini qilmas bo'lmaydi deb dastlab fatvo berib, shu bo'yicha ish tutgan. Oysha onamizningki ayollarga ruxsat berganlikni anglagandan keyin, ya'ni bu Abdullah ibn Ömer o'lib ketishdan 1 yil burun bo'lgan ekan bu. Demek ahir o'lib ketishdan 1 yil burun bu fatvosidan yongan deydi. Birinchi fatvosini yenib Ayşe anamızın gibi boyunca bu adam qaysi bo'ladi degan fatvoni olgan deydi. Bundan nima ko'rib aql bo'ldi degan vaqtida sahablarniki dadil, samimiy, astoydil ekanligi ko'rinib turibdi. Voy men bu yerda xatolashib qolibdiman. Birinchi uzundan bir men bundaq bo'lmaydi degan fatvoni bergandim, endi bo'ladi deb fatvo bersam haq nima deb qoladi deb haqning qishi qaylaydigan, ko'ngli oyadigan emas. Haqiqiy Alloh rizolik uchun to'g'ri qaytadigan, sunnat qaytadigan, haq qaytadigan bir dadil, haqsevər ixlasini ko'rib aql bo'ldi. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi tuvandagi babda xuni istihaz bo'lib qolgan ayol pokiz bo'lib qolsa, ya'ni qon to'xtagan bo'lsa, qanday qildi deydi. Bu vaqtda xuni istihaz haqida to'xtalganda bu faqat davomli qon kelib turgan xun kesava ayolga qartildi. İbn Abbas radhiyallohu anhu shunday deydi. Bu ayol yuyunidi, namoz o'qiydi dedi. Agar kichikgina vaqt bo'lsa-mu, masalan, yuyunib shu vaqtda namoz o'qiydi dedi. Eriyle arayalik munosabat o'tkazdi dedi. Namoz o'q bo'lsa, namozinkina. Namoz bu yerda buyuk. Bunda demakchi bo'lgani namozni qilish, namoz o'qish durust bo'lgan yerda arayalik munosabat o'tkazish bir tariqil avla. Yani aqlli bo'ladi deb shunday demoqchi. Endi bu 331-numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Ahmad ibn Yunus hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Buxoriyninki ustozlaridan bu adam. Hijriya 132-yili tug'ilgan. Ondaqda bu milodiy 750-yillarga to'g'ri keldi. Sufyan as-Savri qatorliq buyuk ayni davrdagi muhaddislardan hadis anglagan. Bu adamniki büyük şagirdlerden İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi, İmam Muslim rahmetullohi alayhi, Abu Zur'atur Razi qatorliq dаңlıq hadis ulamoları bu adamga shagird bo'lgan. Endi ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida masalan Abu Hatim degan muhaddis puxta ishonchli odam deb shunday degan. Bu adamniki dаңlıq so'zlaridan Qur'onni maxluq deb qaraydigan kishilarning orqasida namoz o'qima, bular kafir degan. Bu odam 227-yili hijriya. Milodiy 841-yillarga to'g'ri keldi. Mush vaqtda o'lib ketganligi qayd qilingan. Endi bu zot bu hadisni Zuhayr degan kishi rivoyat qilyapti. Zuhayr kim o degan vaqtda Zuhayr ibn Muaviyah ibn Hadid al-Ju'fil Kufi. Jazirning dаңlıq muhaddislardan. Jazir degan mush Iroq bilan Suriyaning oralig'idagi cho'ng bir orol. O'z davridagi dаңlıq katta muhaddis. O'ziniki hadis ilmidagi puxtaligi, hofizligi bilan mashhur. Hijriya 95-yili tug'ilganligi xotirlangan. Bu odamning ustozlari bir-biridan sarxil. Mansur ibn Mu'tamir deymiz, oldin chiqib o'tgan. Mushu kishilar bu odamniki ustoz bo'ladi. Bu odamniki mushu siyosiy mavqesidan mushu Hazrat Osman radhiyallohu anhu qattiq qilingan kunda Hazrat Osman tarafdori bo'lib, zo'r xizmatlarni qilgan. Hazrat Osmonga qo'lning kelish kuchining yetishicha, qo'ldan kelganga qadar tomoq to'shish, ichimlik to'shish, suv to'shish jihatda, qo'g'dash jihatda bo'lsin, qo'ldan kelishicha bu odam Osman radhiyallohu anhu tarafdori bo'lib xizmat qilgan odam bu. Endi ulamolarniki bergan baholari bir-biridan sarxil.
işençilik, sünnetko'y, rostchil degandek baholarga erishgan. Bu hadis ilmidagi muhim ishonchli baholar. Hamda bu odamlarni bizga Hisham hadis so'zlab bergan edi deydi. Hisham ibn Urva bu kishining tarixi o'tgan. Bu Hisham dadisi Urvada rivoyat qilyapti. Urva ibn Zubayr. Urva hammasi Oysha onamizni rivoyat qilyapti. Oysha onamiz deydiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Hayz kelgan vaqtida namozni tashlang. Hayz shundoq yo'qolganda, hayz ketgan vaqtida demoqchimda. Qonni yuvib namozni o'qing deb shunday degan edi deydi. Bu so'zni hamda Fatima binti Abi Hubaysh degan ayol qilgan. Bu ayol shu xun kesilib qolgan ayollarniki birisi sahobalarniki ichida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki qishiga fatvo so'rab kelgan vaqtda shu so'zni qilgan.